UFC birinchi bor chempionlik jangi oldidan face-to-face marosimlaridan voz kechdi. Hatto Habib va Conor o'nlab qo'riqchilar nazoratida yuzlashtirilgandi. Biroq Shon oxirgi intervyularida jiddiy ketdi. Kerak bo'lsa, qurol bilan gaplashaman dedi. Hamzat esa ortga chekinadigan yigit emas. O'zi muammo qayerdan chiqdi? Chimaev va Strickland ancha yillar oldin mashg'ulotlar va sparinglar o'tkazgan. O'sha payt orasida nimadir o'tdi. Hamzat chempion bo'lgach, Shon trash tokni boshlab yubordi. U qo'y boqar, echki boqar, laganbardor, sovg'alar uchun Chechniyaga qaytib borgan, erkakcha xarakteri yo'q, Covidga yutqazib faoliyatini tugatmoqchi bo'lgan. Agar yonimga 3-4 tog'aynisi bilan kelsa, ularga qarshi o'ylamay qurol ishlataman. Bu hali bir qismi. Chimaev trash tokda uncha faol emas. U Shonni yolg'onda, gapiga javob bermaslikda aybladi. Bu jang atrofidagi voqealar. Bevosita uslubga kelsak, Chimaev bosim va parterda ustun. Strickland yaxshi kardioga ega, stoykada tartibli ishlaydi, zarba ko'tara oladi. Boksi intensiv, zarbalarni aniq va maqsadli beradi. Janggacha o'yinni boshlaydi va raqibining teri hamda ong ostiga kirishga urinadi. Chegaradan chiqishi ham mumkin. Du Plessis bilan bo'lgan voqea esingizdadir.